Azizlarim, ko'k chuchvaradan pastaga nima deysizlar? Xos ko'k chuchvaradan pasta qilamiz. Suvimiz qaynadi. Suvga tuz solamiz har doimgidek. Ko'k chuchvaralarni pishiramiz. Chuchvaralarim pishdi. Endi buni slipnutsa yopishib qolmasligi uchun bitta sovuq suvga chayib olamiz. Qizib turgan tovaga ozgina yog' soldik. 2 qoshiq atrofida. Ozgina piyoz, oq chirsillashini buni. Ozgina tuz. Azizlarim, yalpiz. Endi bunga yarim stakan suv sovoramiz edi. Endi shu massaga 2 qoshiq smetana solamiz. Past olovda yaxshilab aralashtiramiz. Обязательно past olovda. Sousimga endi mani bahoriy chuchvaralarim pishadi. Bahoriy chuchvaralarim. Yaxshilab aralashtiramiz edi. Endi ustidan sir solamiz. Как это pasta без сыра. Mani chuchvarali pastam tayyor. Прям hidini o'zi bomba. Rangli chuchvaramni даже rangi ham ketmagan. Azizlarim, o'zbekona Jaydara opanglardan chuchvaradan pasta, o'zbekcha ravioli. Bismillahirrohmanirrohim yeb ko'ramiz. Azizlarim, uyingizda polufabrikat bormi? Restoranga borish hojati yo'q. Обязательно uyda tayyorlab ko'ringlar. Osh bo'lsin.